Men sizga jibaram inshaalloh. Assalomu alaykum. Bizning kanal bor, Gorizont Afaq degan yozilgan YouTube'da. O'zingizni ko'rasiz shunda. Assalomu alaykum hazrat. Shara, bugün bizning nindi shara mana hazratlar bizda Gorizont Afaq degan kanal YouTube'da. Va siz o'zingizni inshaalloh shundan kirasiz. Gorizont Afaq ista jengil qala. Kirasizda qaraysiz. Endi nindi shara bugün hazratlar. İslam dini qabul etiga mingda bir yuz yo'q. Bunda narsa bo'lasin hozir. Aytadilar tosh qo'yib bo'la. Количество necha kishilik bo'la bilasizmi? 10 ming kishilik. 10 ming kishilik masjid bo'la. Yo'q, 10 ming kishilik masjid o'rni bo'la. Men so'radim Ramil Hazratdan, Mengarayevdan. O bütün informasyonu yaxshiroq biladi. O intervyu berdi bizning kanalga. O ayta, aytam bormali bu bizda. Ну Tataristonda yo'q. Aytam mana misol bitini Chechnyaniki bo'ldi. Anarsan Bashkiriyada тоже bitin sağlar, bitin Ufada sağlar. No binalarına girib bilmem, bu gir Tataristonda birinchi mana shu o'rinda bo'ladi. Именно mana shunda. Mana bu qoplab qo'yganlar ana ne bilan bitindi, shorshov bilan, oq shorshov. Allah shu toshni qo'yib bo'la endi. Alloh tasa. Yaxshi sog' bo'ling'iz. Assalomu alaykum.